Men telefonda ba'zan diniy ma'ruzalar eshitib turaman, Qur'on tinglayman. Shuning uchun ikkilanib qoldim. Cho'ntakda telefon bilan hojatxona va hammomga kirsam bo'ladimi? Bismillahirrahmanirrahim. Xo'p, hozirgi kunda demak deyarli hammamizda ham shunday Qur'on dasturlarini yuklab olishlikka mo'ljallangan telefonlar bor va bu telefonlardan Qur'on eshitiladi, Qur'on o'qiladi masalan. Xo'p, endi bu qachon mumkin bo'lmaydi? Qachon makruh bo'ladi? Qachon gunohkor bo'lib qoladi inson? Qachonki o'sha telefonimizda asosiy ekranida Qur'oni Karimni demak arabiy matni ochiq turgan paytda yoki masalan ma'lum bir qori tilovat qilib turgan holatda shu holda masalan hojatxonaga kiriladigan bo'lsa, bu mumkin emas, bunda gunohkor bo'lib qolinadi. Lekin o'sha hojatxonaga kirishdan oldin boyagi Qur'on dasturini yopib, telefonimizda ko'rinmaydigan holatda bo'lsa, keyin o'sha telefonni cho'ntakka solib masalan hojatxonaga kirilsa, unda gunohkor bo'lmaydi. Chunki o'sha Qur'oni Karimdagi ma'lum bir dasturlar, shular qatorida Qur'oni Karim dasturi ham bu haqiqiy mushafni hukmida bo'lmaydi. Shuning uchun bu yerda demak hech qanday monelik yo'q. Allohu a'lam.